kim o'z boshimchalik bilan yer maydonini egallagan hamda ushbu yer maydonida noqonuniy bino va inshootlarni qurgan bo'lsa, albatta ko'rsin. Xo'p, hozirgi vaqtda ko'plab fuqarolarimiz tomonidan o'z boshimchalik bilan egallangan yer maydoni va unda qurilgan bino inshootlarga nisbatan egalik huquqini e'tirof etish tartibi qanday bo'ladi? O'sha uy-joyim yoki yer xatlovdan o'tkazilmayapti, qachon xatlovdan o'tkaziladi degan savol uchrab turibdi. Xo'p, O'zbekiston Respublikasi 2024-yil 5-avgustda ÖRP 937-sonli qonun qabul qilingan, ya'ni o'z boshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda unda qurilgan bino va inshootlarga egalik huquqini e'tirof etish bo'yicha barcha tartib ko'rsatilgan. Unga ko'ra 2018-yilga qadar o'z boshimchalik bilan egallangan yer uchastkalari hamda unda qurilgan bino inshootlarga nisbatan mulk huquqini e'tirof etish bo'yicha aksiya 2028-yil 1-yanvarga qadar davom etadi. Xo'p, xatlovdan o'tkazish tartibi qanday amalga oshiriladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, xatlovdan o'tkazish tartibini hozir qo'shimcha video qo'yamiz. Videoni oxiriga qadar ko'ring va sizni hududingizda, viloyat, tuman, shahar kesimida qaysi oyda, nechinchi yilda bino inshootlar hamda o'z boshimchalik bilan egallangan yer uchastkasi xatlovdan o'tkazilishi ko'rsatib o'tilgan qo'yadigan videomizda. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring hamda o'z boshimchalik bilan yerni egallagan bino inshoot qurgan tanishlaringizga ham ushbu videoni tashlab qo'ying.